Barcha meni ko'rib turganlarga assalomu alaykum, xayrli tong. Bugun 21 mart Turkiyadagi yana bitta kunimda videoga oldim. Bismillahirrohmanirrohim deb o'tiraverib siqilib To'ray yulduz bir borib aylanib ketdimda, turib ko'chalarga chiqdim. Ko'chalarda aylanib, dengiz bo'ylariga borib, sayohatlar qilib, odamlarni tomosha qilib, bozorlarga borib, bir narsalar olib keldim xullas kalom. Men taniganlar biladi, men dam olmasdan ishlayman. Shuning uchun har zamon chiqamanda bir borib bismillah deb aylanib kelaman. Mehmonxonalarni oldida svetchalar yongan, bezagan hamma joyda. Xullas qalom azizlar, bir oydan keyin biz taraflarda havolar isib, nimalar ochiladi nasib qilsa. Nima deydi? Mehmonxonalar ochilib, turistlar keladi. Bu yo'llarda odamlar shunaqa ham ko'p bo'ladiki, uncha-muncha emas. Hammasi yana chet davlatdagi odamlar bo'ladi. Turistlar kelib, dengizga tushadi, aylanib Turkiyani sayohat qilib ketadi. Allohim hammaga mol davlat bersin-da, O'zbekistonimizdan ham ko'p odamlar kelib, aylanib, sayohatlar qilib kelsin, chunki judayam chiroyli joylar, har kun ko'rganga chiroyli emas-u, lekin bir kelib aylanib ketsa bo'ladigan joylar. Har kun nima qilsangiz, bitta dengizi bor xolos. Dengizga tushadi, cho'miladi. Mana shu dengiz, plyajlar ochiladi, odamlar ko'chalarda narsalar sotadi. Xullas kalom chiroyli bo'ladi. Shunaqa qilib bugungi kunimni boshladim, borib aylandim. Mana bunaqa yo'llarda, bu yerlarda detskiy plashadkalar bor ekan. Men kampirim bilan birgalikda aylanishga chiqaman. Shuning uchun o'tirib yo'llarda dam olib keldik. Qaytdim. Bismillahirrohmanirrohim deb zinalarimizdan chiqib, uyimizga ham yetib keldik. Yo'llarda Snapchatlarga shappa kirdimda, qani men sepkilli qiz bo'lsam qanaqa bo'laykanman dedimda, o'zimni sepkilli holatlarimda videolarga oldim. Shunaqa qilib uyimga yetib keldim azizlarim. Qishda shu narsasi yomon, odamni ovunchog'i yo'q. Yoz kelsa dengizga borib cho'miladi, uyimizni hovlimizda basseyn bor, u yerga cho'milaman. Xullas kalom, zerikishga vaqtim bo'lmaydi. Qish bo'lgani uchun ozgina zerikib qolaman. Shuning uchun har zamon borib siqilgan vaqtlarim aylanaman-da kelaman. Mana senga deymanda. Shunaqa qilib Turkiyada yurgan qizlar barchasiga sog'lik, salomatlik. O'zbekistonda yurganlar, Turkiyaga kelib ishlamoqchi bo'lganlar, bittagina mendan sizlarga maslahatcha, kampir qaranglar, chunki men boshqa ishlarni qilib ko'rganman. Eng osoni va eng qulay kampir qarash. Keyin uyga kelib mana shunaqa ro'mol o'rashlarni, videolarni tomosha qilib o'tirdim. Ro'mol o'rash uslublarini, bir narsalarni xullas kalom internetga uladim. Nima tomosha qilsangiz yaxshi tarafi faqat internetga ulaysiz. Kampir qarasangiz. Keyin TikTokka mana shunaqa qilib, o'zimni otimni yozib, videolar qo'ydim. O'zim xullas kalom xursand qildim-da. Barcha yaqinlarimga, meni birinchi marta ko'rib turganlarga, hammalaringga sog'lik, salomatlik, yaxshi dam olinglar.